Assalamu alaykum aziz yurttaşlarım, ekranlardaki kadirli görürmenler. Yakşambanlar hayırlı olsun. Uygur Akademiyası, Akademiya Söhbeti hoş geldinler. Biz Akademiya Söhbeti'nin 49. sanıda Abdugopur Kutluk Akı bilen tanışkan ve onun hayatı 1944-1949 yıllardaki Milli Azadlık Kuruşu ve Milli Armiyamiz hakkındaki eslimlerinin bir kısmını anlagandık. O programda vaqt münasebeti bilen bəzi məzmunlar qeyb qalğan. Bugün yeni bir mühim gün Uygurlarninki hayatıda 29 may qanlıq faciəsininki meydana kelgan günü 60 yıl burun bizning vatanda G'uljida 29 may qanlıq vaqasi meydana kelgan. Bu vaqaning Abdug'ofur akaning hayoti bilan zich munosabati bor. Mushu vaqa tufaylidan balki o'zining yurtini tashlab boshqa yurtlarga, yaqin yurtlarga chiqib ketishga majbur bo'lgan. Undaq bo'lsa, mushu vaqalarni Xudoyim buyursa bugungi programmamizda anglaymiz Abdug'ofur akadan. Abdug'ofur aka hoş geldiniz programga. Rahmet. Sizni yana bir qitim bu ekranda ko'rganligimdan nihoyatda xushalman. Bana ve Uygur halkıga yana bir qitim fursat berganligingiz uchun tarixiy haqiqatlarda so'zlash uchun taklifimizni qabul qilganingiz uchun sizga ko'p rahmat aytaman. Akademiya suhbatiga yana bir qitim xush keldiniz. Bugün 29 may abim deb o'tib ketgandek buningda 60 yil burun Uygur xalqininki hayotida yana bir qonliq voqea yuz bergan. Undaq bo'lsa, siz mushu voqea haqida nimalarni so'zlab bersiz? So'z sizda. Endi marhamat. Esselamu Aleyküm vatandaşlarım, aziz qarindoshlarım. Bana mush fursatni yaratib bergan singlim mag'firat sizga ko'p rahmat aytaman. Mush fursatni men qarindoshlarim bilan uchrashib, yurak so'zlarimni eshitishga mush fursat yaratib bergan sizlarning Palla Akademiyanglarga ko'p rahmat. Bugün 29 may. Bundan to'g'ri 60 yil burun 29 may yakshanba kuni mening kindiqqanim to'kilgan Uyg'uristonning G'ulji shahrida qonliq voqea yuz bergandi. 29 may kuni G'ulji xalqi Xitoyning zulmiga chidamay vatandan kechib chet elga chiqib ketish uchun mashina tijoratini to'xtatib qo'ygan Xitoy rahbarlariga qarshilik bildirib cho'ng namoyishga chiqqan. Ular mashina yo'q deb qaytarayotgan qatnash idorasiga to'planib, shu yerdan kelgan xalq Eli Qozoq oblastlik xalq hukumatining boshlig'i Qurmonalini o'ttirg'i elib, sen o'zing qatnash mashinalarini ba'dan nurg'unlagan qarindoshlarimiz chiqib ketdi. Biz ota-onamizdan ayrilib ketdik, ba'zilar bolchaqlaridan ayrilib ketdi. Ishni terib qo'yib, endi bizga kelganda demişki mashinani to'xtatib o'tsan, mashina bergin deb uni qisqandan keyin menda unaga ruxsat qiladigan huquqim yo'q. Menda unda huquq bo'lgan taqdirdami tamg'i mening qo'limda emas deb qarshilik ko'rsatganda xalq undaq bo'lsa sen yezib biz tamg'ini bosadigan yerga berib bostiramiz deb uning ruxsat qog'ozini eli Qozoq Avtonom oblast xalq hukumati bilan Qozoq oblastlik partiya komitetining binosining oralig'i bir bekatchilik keladi. Shu yerga to'planib borganda doim ishiga ochiq bo'lgan oblastlik partiya komitetining
binasının ishki to'nliklari qulib selingan bo'lib, ularni sovuq qarshi oladi. Xalq o'zining dard ahvolini aytish uchun boshliqlar kirishga ruxsat so'raganda ruxsat bermaydi. Shundan keyin o vaqtida partiya komitetini Jang Shingong degan Xitoy boshqaradi. Xalq ularning unamay rishotkalardan sakrab tushib, bostirib kirgan vaqtda oblastlik partiya komiteti G'ulji xalqini pulemyotning huquqi tutdi. Mana shu vaqa qonliq vaqa bo'lgan kuni buningdan 60 yil burun bo'lgandi. Partiya komiteti o'zining xalqini pulemyotga tutgan kun. Biz bilgandaklar shu kuni qarindosh qozoq eliga safarga chiqqandik. Men, ayolim Faxrinsa, og'inam Solih, birodar qalamdosh og'inam Mo'min Amroyev, mush to'rtimiz biz mashinaga bilet ep qo'ygan burunroq. Shuning bilan bu yoqqa safarga chiqib ketgan kuni mening kindiq qinim to'kilgan G'ulji shahri qonga bo'yilib ketgan. Ota-onalar kelib bolalarini sür qilib kelganda sizlar bizga bola o'tkazib qo'yganmidinglar, balanglarni biz neden bilamiz, o'zinglar qochirib o'tgansizlar deb. Shu kuni ashada qirilib o'q tutilganda tirik bo'lsin, yer nimjon bo'lsin, hammasini shu Eli Qozoq oblastlik partiya komitetining cho'nqir 3 qudug'iga to'shqizib tashlab o'tgan. Ko'mib tashlab o'tgan. Tökülgen qonlarni kechilab yuyib tozalab o'tgan. Ertasi bo'lsa shundaq surlik qonlar yo'q, jimjitlik shundaq holat hukm surgan. Uni ertasi chegara atlab chiqqanlar bizga aytib bergan gaplar bu. Keyin berib qarindoshlarimizni yo'qlash fursatlarida shundaq voqealar. Bizga aytgan gap shundaq bo'lgan. Yasalgan yeri yo'q. Biz 29 may kuni chegara atlab biz Chilpangizgacha mashinada keldik. Mashina kelganda saqchilar qarshi oldida bizni qo'rishib olib, qarindoshlar sizlar endi iloji bor ketmanglar. Bu yerga odam kerak. Sizlar ketmanglar, paylanglarni yeninglar deb baqdi. Xalq ularning gapini jiq tinglab, yolg'on gapiga ishonmagachga, ishonch qolmagachga ularning gap so'ziga qaramaylar, yo'l eliblar, busibli mangdi. Ular itib, chepib birdimi qilolmadi. Her halda kelsanglar muştuz yo'l bilan to'g'ri mangsanglar, bir 2-3 kilometr mang'andan keyin chegaraga taqisizlar. Shundaq menginglar, yo'l bilan menginglar, itiziqlar dasilib ketmasin deb bizga eskertdi. Bizde uni gumon paydo bo'lib qoldi. To'g'ri yo'l bilan mang'anda yana ashadi, yana bir saqchilarga yo'liqib qolamiz. Rast bu yo'l baramdi, bormamdi. Buni aniqlab boqaylik. Yolda ketib qolganda bir mo'may o'tiribdi-ki, "Ey bolam Makka" dedi. Men ondan gap so'rag'im bordi. Meni balamga o'xshaydi ekansan, sana o'xshash bir balam bordi. Mush sana o'xshash shab amada kepki kiyib olgan. 3-4 kun bo'ldi o'sha o'tib ketdi. Qara, shuning dardida yig'lab o'tiraman dedi. Ana mush yo'l, mush cho'ng yo'lda uddulmansa rast chegaraga boramdi. Shundaq deydi-ku desam, o to'g'ri mangsanglar chegaraga boradi. U yoq bu yoq qilgan bilan itiziqlar, biroq o qolgan dehqonlarning itizig'ini chaylab o'tgandan ko'ra, "Mengavringlar bola" dedi. Uni gapiga ishilib, ammo shu rost bor ekan dedi. Anikin saqchilarmi yolg'on gap qilmagan o'xshaydi deb xalq bilan shu to'p, endi u yerda to'p bo'lgandan biramingdek odam yig'ilib qolibdi-ki, shular to'plar chegaraga bordi. Chegaraga berib, shundan uddul kelgandan qayerga to'g'ri kelgan bo'lsa shu yerdan o'tib yuribdi.
Ötüvergendan keyin u yoqdan chegara soqchilari keldi, ishlarni ergashtirib, og'izni buzibla tillabla keldi. Shu yerda biz birinchi og'izi yomon so'zni shu kuni men shu yerda anglagan. Uning gapiga manda quloq solsak, uningmi to'g'ri ekan, birlab o'tish kerak ekanda, chegarada haydab qo'ygan to'pi bo'ldi ekan, to'pini bir odam o'tgandan keyin shuning iziga dasab qag'allar o'tsa, xuddi bir odam o'tgandek bo'ldi ekanda. Biz ming odam o'tgandek o'tibdik-da o'dilkaga yerda. Bence can tatlık her kişiye canını kaçırıp öz vatanımızdan taşlap çıkkandan keyin biz şu kalayım qanchalik shundoq bo'ldik. Xayriyat bizni hammamizni chegarada bir eriq bor ekan, eqib turilgan. Shuning bo'yida sozliq ekilib to'pladi. To'plab shu yerda ko'proq oldi bilan yoshlarni, bola chaqaloqlarni, shularni mashinalarga silib yerkatga to'shidi. Yerkatma biz endi ko'rmagan bilan anglagandik. Ota-bobamiz burun 82-yildagi ko'ch chiqqanda bino qilgan shaharkan, yarning bo'yiga qurilgan kanatga shuni yarkan deb atagankan. O'zimizning ota-bobamiz qurgan shaharga chiqdik deb, endi deb aram oldik. Xotirjam bo'lib, keyin bizga navbat keldi, bizni shu yerkatga apadi. Shu kechasi sizlarni qanday uqmayman, bugunmi Olmaotada salqin kun. Kun yomg'ir yog'di, salqin. Shu kuni shunda salqin. Yerkatda ya o yotgan ko'pimiz yo'q, ya qilin chapinimiz yo'q. Qo'l sepli chiqqan biz. Aşağıda soğuk urilib qilib, ben ömrümde birinci qaytam aşağıda soğuk o'tkazib olganda o'zimga. Endi o'tog'ini bo'lmaydi, yotqimiz keladi, yotaylik, yostiq yo'q. Har birimizga 2 dan non bergan yo'lga deb. Birini yedik qo'saq to'ydi. Bir nonni hammamiz beshimizga shu bergan bolqa nonni beshimizga yostiq qo'yib, so'zilib yotganimni bilaman. Ertesi turdik, başka bir mashinalarga selib, sel yana bir ishkirrak Oltin Erman degan tog' bor ekan, shuning bo'yiga opirib, hammamizni shu yerda qator tizib qo'yib, bir oq Volga mashinalar bilan qo'saq solgan bo'yinli galstuklar va shlapa kiygan bir boshliq supiti to'kilib turadigan bir odamlar kelib, sen mayoqqa o't deb hammamizni bo'ldi. Biz to'yatimiz qarasak bo'linib ketgan turimiz var. Aş birisiga debla, aş to'yatimiz biz bir to'q desak, to'yat yo'ldan o'tdiydi. Arilib ketmayli deb o'tdik. Shu yerda bizni bo'ldi. Bizni Chelak rayonining, Chelak noyasining yerkatma bir noya. Chelak degan Uyg'urlar yashaydigan yana bir noya. Shu rayon noyaga bo'ldi. 100dak bolani bir 3 mashinaning üstü ochiq mashina. O vaqtlarda avtobuslar, qisvoqlar. Shuningga shu mishakdan tizgandakli chiqirib qatorlish o'tadik mashinalar. Shuning bilan 3 mashina bolani 100ga yaqin kishida Chelak rayoniniki, Chelak noyasining Sot Qozog'iston, Sotsialist Qozog'iston degan sovxozi bor ekan, shu yerga olib tushadi. Shu mahallada Tosh mahallasi degan mahalla bor ekan. Bu yerda bir to'p Toshdan bizim burun chiqib qolgan qarindoshlarimiz yashaydi ekan. Mahallaning ismini Tosh mahallasi deydi ekan. Bizni shu mahallaga tushadi. Bu yerga tushirib, undan keyin oilaliklarni ayrim qilib, qolganlarni to'plash bir cho'ng klubi bor ekan, shu klubni bo'shatib berdi. O'sha yerda yetib qolib turinglar, ertaga yotoqlarga o'rinlashtiramiz dedi.
Ertesigacha bizga bir xaridor chiqib, men endi uydagilar bilan chiqqachqa, uning bilan bizga beringlar, bizninkida bir bo'sh uy bor, shu yerda tursin deb bir qozoq kishi, shu vatandan chiqqan qozoq kishi ekan, shu uyga olib ketdi. U yerda biroz turgandan keyin shu Qosh mahallasiga Uyg'urlar kelib, voy endi sizlar bu yerda turdinglar, hani buni bizga beringlar, bu bizning tuqqanlar bo'ladi deb bizni so'rab elib, ular uyga ketgan bo'ldi. Shu Qosh mahallasiga joylashib kelib, shu yerda üzümge su tutup işledikde. Birer yüz bala, o ballarını yataklarga orunlaştırdı. Bizni ailelikке deb, şu vaqtda da bir aileге birden шығып içanlar deb kalımı bergen boldu. Hökumetten bir konu öyle bakken, o'sha uyda turib remont qilib turinglar deb uymi bergen boldu. İş qilib, qarindosh qozoq xalqidan boshpanalik berdi. Biz shundan xushal bo'ldik. Shu yerda bir oz vaqt turdikda, keyin mening u yoqda Şinjan Pedagogik institutida o'qiganimni bular anglabdi, bolalardan anglagan bo'lish kerak. Sizlarda agar diplom bo'lsa, biz ish beramiz deb xaridorlar kelgan turdi. Çilek rayonu o'zi Uyg'ur maktablari ko'pda. Uyg'ur maktablarida agar diplomni oyoqni olgan, institut tugatgan diplomimiz bo'lsa, muallimlik ishi bor ekan. Shu yoqdan bir Uyg'ur kishilar kelib, bizni ishlanglar deb xaridorligimizni qildi. Xaridorligingni qilmasang, zibolig'ingni kerak deb ketmanni tashib o'tib, shu yoqqa berib, Baysiyit degan bir yezga muallim bo'lib turdim. Baysiyit yezi degan hammasi Uyg'ur yezida. Bir qozoq bor, bir o'ris bor oilasi. O o'rismi Uyg'urcha so'zlaydi, qozoq qarindishimizmi Uyg'urcha yot emas so'zlaydi. Shundoq bir kichiklikda Uyg'uristondagi yezida Baysiyit. Shu yezida bir 3-4 yil muallimlik qildim. Shuningdan keyin Uyg'uristondan chiqqan Uyg'urlar uchun shular biladigan arab yezig'ida gazet chiqarish hukumat qaror qilibdi ekan. Shular meni ko'zini ochib yursin deganmi? Shu gazetda ishlash uchun diplom bor, Uyg'ur yezig'ini yaxshi biladigan odam kerak deb e'lon chiqdi. Onu götürüp bir yere kelsem, ular yezip yiqing dedi. Yezip baktım, xat yazdırıp görüp, tekşirip görüp, o meni tekşireydiganlar, bu bizden bir yaxshiroq bildik ya, bunu alsak bulduk ya deb shu ishga olgandi. Shuni bilan Yangi Hayot gazetida ishlab qolganman. Ayolimni shu birga kelib, u shu gazetda harf taguvchi bo'lib, Lenativ ishlab her bir taguvchi bo'lib ishladi. O arab yezig'ini yaxshi bilgachga. Shuni bilan ayol ikkimiz 70-yili birinchi nomerini chiqardik-da shu gazetni. Shuning bilan shu gazet yepilg'ichi degidek shu yerda ishlab, shu yerdan pensiyaga chiqdik. Bizga uchish parvozimizga bir uch qanot bog'lagan shu gazet bo'ldi. Gazet bizni parvozimizga qanot bog'ladi-da. Shundan keyin endi men u yoqdan she'r yozib jo'ratdim. Bu yerda gazet bo'lib, qo'limizda gazet bor. Bu yerda yozib, shuning bilan bir necha kitoblarim chiqdi. Shuning bilan Qozog'iston yozuvchilar ittifoqiga o'tib qoldim. Yozuvchi bo'lib tanilib qoldim. Shuning bilan mening umrim shu gazet bilan o'tgandi. Gazetdan pensiyaga chiqdim. Pensiyaga chiqqandan keyin men bilan birga ishlagan bolalar Sovet davrida biz bütün yozuvchilar Moskvaga arz yozib bir jurnal chiqaramagan. Buni Qozog'iston qarindosh qozoq xalqi mustaqilligini olgandan keyin 91-yilda. Shunda bir jurnalni iltimos qilsak, bular ruxsat qilib qoldi. Chiqaringlar. Biroq biz aqshi berolmaymiz. O'zinglarning
Pulağı çıkarsanlar boludu. Ruhsatını vermişler badi. Ruhsatı bergendikin bir Türk'üm Feyzullah başlık Abdühalik, Şemşidin, Aznaat degan jurnalist bolalar aşı jurnalni chiqadi. Keyinroq o jurnalni biroz vaqt o'tganda qildi, keyin hozir endi xalq ancha gazet jurnal o'qimaydigan bo'lib ketdi emasmi kitob. Ovoz yo'qolib ketdimi? Qanaqa bo'ldi? Ovoz kelyaptimi-da? Abdug'ofur aka. İnternet çataq bo'lyotdi-ku deyman. Ovoz yo'q, ovoz yo'qolib ketib qoldi. Abdug'ofur aka. Ha. Üzülüp qaldıq mı? Üzülüp qoldi, üzülüp qoldi. Endi bo'ldi. Sizning internetda bir çataq bo'ldi-ku deyman. Davamlaştırıvereyim. Davamlaştırın. Şunun bilan Feyzullah ben bunu yeyip karar kıldım aka dedi. Demiş ki desem kulağım anlamaydı, gözüm kömeydi, üzem ağrıkçan bolup kettim. Bunun da endi hazır işleydiğen adam mı kalmayatıdı. Şunu yiyip bitey dep keldim aka dep kepti. Ya onda kılma bakalım. Bu bir xalqning bir jurnalı bu. Keyininde bir xalq bu. Biz öz vaxtida Sovet devrinde Moskvaga iltimos qilib bir mo'shinchilik jurnal chiqarammiga. Bu endi qo'limizda jurnal to'sib buni yeb qo'yganimiz qanday. Bo'lsa saqayg ichmay ishlab turay deb bir shart qo'ydim. Pul bermasang ishlaymansam, akasiga beradigan pulimiz mi yo'q? O'sha ishlab tursangiz men rahmat aytaman dedim. Shuni bilan u yerga ish kirib ishildik. Bir oz vaqt o'tgan sir Feyzullah yaxshi bo'lolmay ig'rilishib ketdi-da. Xayriyat qazo yetib Feyzullah'dan ayrılıp kaldık. Endi ben bunu haq işleşten kaçırdıgan bu jurnalni ve endi bir ay 2 yıl işlep kaldım da en küçükken öpçöğremge jurnalımı müşteriler sanımı köpeyip kaldı. Bunu yaptım kemmedi. Şunu hazırgıça 85 yaş girdim. Hazırgıça şu jurnalda işlevadım ben. Ay yaş ballarını kelanlar deyimiz böyle işlep verirdi. Siz kep getişiyorsun akamış kep getişiyorsunuz da boldu deydi. Şuna bilen şu jurnalını çıkarıp o Kazakistan'daki Uygur hanım kızlarının müstakil jurnalı. Jurnalda bir açtım. Siz vatanda o'qib yetishgan kishi bo'lg'achqa vatanda qilamagan ishingizni yana Qozog'iston kelib yana Uyg'ur uchun xizmat qildiribsiz. Buni yaxshi ish üzüldürmey hazırmı kılatsız. İşleyen moşundaq boludu. Pul almaya işleysiz. Özünüzde pensiya algandaki qo'shuğunuzu şunu bilan to'ydirsiz. Bu jurnal mana moşundaq jurnal. İntizar. İsmim chiroyli. Şunun bilan bu to'xtab qolmag'ay inshaalloh. Bu endi 20 yılga badida Müş bizim oktyabirde 20 yıl toludu bu onun çıkıvatqınağa. Mana bununla koşup endi bunda qıldığa yani qanda iş var. Savaplık işlerden deb oylsam mesela Ötkür Efendi'nin İz romanı. Oygangan Zaman romanları, meşhur romanlar. Şula Müşahedeki qeyrindaşlarımız yetmidi de şu. Ayaqtı bolsa çıqqan yerdə öz vaxtı toğrab taşlıb etdi. Xəbəriniz var. Bu yaxtı qanmıdı.
izmi yok, ötken oyg'ongan zimim yok. Ana Şunun yurt. bilan men bu ustozlarimning Abdurrahim Ötkür'ge o'xshash ustozlarimning ro'yini xursand qilay deb men shularning kitobini Kiril yezig'ida chiqdi buni jurnal. O'sha yeziqqa uni o'rib, o'sha arabchadan bundan o'rib, o'sha yeziqda kitob qilib chiqarib taratdim xalqning ichiga. Shuni bir ishlab bildim. Bununla kitap okumaydigan xalqma hozir biroz o'qiydigan bo'lib qoldi. Shu yaxshi kitoblarni sunamabdi ekanmiz, shuni o'qimag'asi bo'lib qolganmi? Bu endi o'qiydigan tarafiga o'tdi. Endiki maqsad ömrüm yetse bizni dunyoga tanıtgan. Uyg'urning o'ziga tanıtgan 30 yil mükşüp oturup qalam tabratgan Turg'un Almaz, meşhur Turg'un Almazning Uyg'urlar degan kitobini Moşu Qozog'iston tayvasida yashayotgan 20 milyondek Uyg'ur qarindishim bor. Shularning boshqa gunohi yo'q. O'zining tarixini o'qimay cho'ngib ketdi shular. Ularni o'qisa, o'zining kimligini, tarixini bilib qoladigan mush qarindoshlar. degan o'y bilan shuni tayyorlayapman. Ömrüm yetsa, shuni xalqimning qo'liga sunib olsam, endi bir armonim qoladi, vatanni ko'rish. Bunga yetadiganga o'zi yetib qoldi. Mening İnşallah. Matcam, may vaqasida mening bu yoqqa chiqib ketganim, singlim. İşçinide işte ket demese, biri qo'g'lab ket demese, biri bağlab ket deb tatmasa, iştimi o'zining o'g'isidan neri ketmaydi. Rastqu deyman. Şu to'g'ri. Na odam bor. Na odam turib men nemish ketdim bu yerdan. Mening o'zimdan kindiqin to'kilgan shaharda mening so'zim o'tmaydigan bo'lib qoldi. O'zimning shaharida o'zimning so'zim o'tmadi. Uyg'urlarning baxtiga shu qirg'inchiliklardan bo'lsa-mu, sizga o'xshash ziyolilar qutulib chiqib ketganki, mana hozir yana xizmat qilyapsiz. Men bu da'volarga bu so'zimni o'tkazmay, o'zimni qarlab yashamay. Men bu da'voga men bu dardga da'vo topaman. Mush ezilgan elning boshpanasi deydigan. Haqiqatan shunda e'tiqod bilan qaratdim. Shunga men G'uljidan Pokistonga, Afg'onistonga ketmadim. Qozog'istonga chiqish sababim shu. Ezilgan elning boshpanasidir. Uni men shu joyda sizcha taxmini qanchalik odam chiqib ketgan shu vaqtda men 27-may kuni Jang Shigung degan sekretarning doklad yig'in qilgan kadrlarga. Saqbek bo'lib yig'ib. Şu vaqtda Jang Shigungning og'zidan chiqqani ili cho'chak bo'lib 150 ming chiqdi degan. U 27-may kuni edi. Shuni anglab endi payt kep qapti bizga. Endi chiqib kelsak bo'lib ketib, shunda keyin chiqqanman. Men chiqqan kuni 1 ming odamni ko'rdim, har kuni o'tayotgan ish. Demak, bu yerga bular keyin 60 ming deb aytib yurdi, men uchun da emas. Tam bo'lgan 200 mingdek odam chiqdi. 200 ming. Shu sababdan, Allah shahringni deb talashgan shaharlaring qoldi deb endi qon to'kilgan yurtni tashlab berib, yani bir yoqdan yana shu bolaliq, yana o'qish orzuyim bor o'zimning. Men o'qishga qiziqatdim. Mush Sagoda o'qig'im bor. O'qiymiz deb chiqib edik uydagilar bilan. O'qolmadik. Bu yerda sharoit, o'qishga sharoit yor bermay qoldi. Shuning bilan oldida ishchi bo'ldim, aniki muallim bo'ldim, aniki jurnalist bo'lib ketdim. Shuning bilan mana hozir mana Gazet jurnal bir qanot bitsa, Yozuvchilar ittifoqi bir qanot bitdi. Shuning bilan qarang, bu ikki qanot bilan parvoz qilib yurib, mayadagi xalqninki har holda
bir şaira atılıp kaldık da. Mana şu. May hakkıdaki menajerde kıskartıp etsem, Hı. şu cinimizden cak toydurып etmegen bolsa biz çıkmadık o. Xitayning Belki ben bunun məqsədli buluşum mümkün. Çünkü o yani boş iş gerek. Xitay köşmelerini toş için. ha Şunun orun okşan boşandı. Ay şu Jiang Qigong doklad qilganda işlediğin orun adam asan boşandı emas. yaxshi degan şu. Degan. Hı. Biz boş berip chiqdik. Biz meyeye çıkıp ya yaman degende hiç kim işenmegen. Keyin Hı. yolla açılıp riyaklar kişken ardı yolla açılıp ketken ki o yaman da atattınlar yakşı dedi. Onu bilmem bunda karaplı yakşı demekten. Yaman bulmuş biz bunu taşap verip çıkarttık mı vatanına? Hı. Hı. Dedik. Hazır o Xitayni biz qarılıp kaldık mı? Dünya yaman körüp attık. Yaman da attık. Hı. Çünkü Dünya göz. dünyanı paylaşıp koyduk abi. Hı. Adam öldürdüğün kiselini peyda kılıp öz kolu bile yasap yani onu partiye azalık bedeli dedin acı tutturup kaçtan adam öldürdüğün nesini yasap bizden Uygurlarının cukur maaşlık iş bile teminleyimizde ballarını apırıp şularının teyini de sınap görüp ahırı o kandaktı bir sebep bilen çıkıp gitti o tutuvağını bulmaydıken bu yiyilip gitti. Dünyanı Doğru. misal doğru et. Endi kim yaxşı Doğru. deydi o Xitay. Xitay özünün kimligini bilindirip koydu. Doğru deyilsə, dünyamı körüvatıdı onun qandaqlığını. Ama bu 29 may qanlıq vəqəsi haqqında məsələn bizlər bək bilməyimiz. Keyinki vaxtlarda həm də siyasi besim ait eğir bizim vətəndə. Boğa vəqələrini ata-anamız bəlkə yaşlarını qoğdaş üçün bu vəqələrini deməyən boluşu mümkün. Bizlər köp bilməyimiz bu vəqələr haqqında çox. Bu vəqə qandaq meydana gəldi? Yəni sizlər şu günü yolğa çıxıb ketib qapsızlar. Mənim tağammı Qırğızstanğa şu nimələrdən keyin Qırğızstana ketib keyin 45 ildən keyin görüşdü adamlar bilan. Muşdaq nəhayət çox faciəlik vəqələr yüz verdi. Ətdigəndi, hətta bəzi oyunğun ketib keçib qayıtıb gəlməyən əhvallar mı boldu? Çegira bir dil taqılıb ketkeşke. Bu vəqələrinki həqiqətən qandaq çıxdı, Rusiya bilən Xitay til birikdirib bir işlərini qıldımı, bunu bilməyimiz əmdə. Bu vaxtki tədqiqatlar texi çonqurlaşqın yox deyə oylayım mən. Həqiqətən onundan keyin nemişlər oldu, qançilik adam şu günü öldürüldü, kimlər qolluq elindi, kimlər öldürüldü. Bu vaxtda çox bək məlumatımız yox. Siz əmdə bu cərəyanlarını dəb ötüb getdiniz, şununla şahid olğan birisi buluşdunuz, elə köp rəhmət etmə. Abdullah Baraka. Ötkəndə bizimki temimizdə mesela üç vilayet inqilabi deb tilgə elingan bizning azadlıq kürüşümüz, bizning milli kürüşümüz yaqinqi zaman Uyğur tarixidəki tunji qitim əmdi yaqinqi zaman tarixida əmdi müstəqil olub tunji qitim 5-6 yıl özümüzün bayrağımızın astında özümüzün armiyamızı qurub yaşayan bir dövlətimiz meydana gələn bir vəqə. Bu milli küreş yıllarda siz bala küçük idiniz. Şundaq mı? Şu İlhan Töre haqqında azrak sözləşdik ötkenki programda. Ahmetcan Kasimi, onun için başqa rəhbərlər, onun için belki siz Qazaxstan'a verib orlaşqandan keyin üyəyə ketib qalğan nurgun bizninki rəhbərlərimiz batdı, əsgərlərimiz batdı, generallarımız mı belki batdı, şular bilan belki görüşkən boluşunuz mümkün. Muşaqda azraq əmdə kimlər bilan görüşdünüz? Balıq vaxtımızda Ahmetcan Kasimi'nin ki nutq sözlügən ait nutq qabiliyyəti bakıya bu kişinin. Badınız mı, anıldınız mı? Xalq qandaq qaraydı? Ahmetcan Kasimi haqqında nurgun fərqli görüşlər var hazır Uyğurların içində. Bəziləri xain deydi, bəziləri dahi deydi. Muşuların qaysıra sizlə əmdə həqiqi əhvalını görüb bilgən. Muşaqda azraq sözləb bəgən bolsanız, mərhəmət. Rahmet. Bu mu bir fırsat? Mana muşu mundaq bolup 1950 yılı Gulcu'da İttifak degen jurnalda besilgan şula neşir kıldığın kitabı Ahmetcan Kasimi Tallanma eserler 1950 yıl.
Moşunu mundaqqa kireli yeziga aylandırıp yakında Sal bir yuqori ko'taramsiz? Ekran kamidi. Ha. Ha. mana hozirgi kireli yezigidagi nusxasi. Bu 1950-yili G'uljida chiqqan nashri mana. Hmm. Mo'shu yezikdan mana yezikqa yo'tkab bizning Abduxoliq Mahmudov degan vatandan chiqqan bir yaxshi yozuvchimiz mushadagi xalqim o'qib qolsin deb mushunda nashr qilib taratdi. Mushu Ahmad apandining o'qoq kulbi deymiz G'uljidagi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz kulbini o'qoq kulbi deb qo'ydilar. Shu yerda qilgan dokladlari, undan keyin shu iligi Azad Sharq Turkiston gazetiga besilgan maqolalari, ashaqda e'lon qilgan hamma maqolalari mushningda bor. Mushningda bor. Ben o kişinin dokladlarini bir yerde yığılırdı. O vakti ben küçüktüm. Kilme. Ben keyin bulanı okudum. Keyin bunu İlhan Töre'nin kimi? İlhan Töre Sağoni'nin kitabı çıktı. Muşu Kireli yazıgıda. Bu İlhan Töre Sağoni'nin mi Ahmet Efendi'de etken gaplerini bilemem. İkisi bir rahber buldu bizge. Mana bunu Milli Armiyaniki kapitanı bo'lgan Osman aka haqidagi o'ziniki Milli Armiyada kapitan bo'lgan kishining yozib chiqargan kitobi. Mana ularniki Milli Armiyaning ilk o'tganda parad haqida siz so'rab ketgan. O'ljivan Qodir nimasi bo'lgan paraddan tushgan suratlar. Keyingi vaqtida bizning Qozog'iston xalq yozuvchisi, mashhur yozuvchimiz Ziyo Samadi Ahmad Efendi degan romanni yozdi. Mana bu men bular bilan qanoatlanib qolmadim. Ben Ahmad Efendi haqida o'zimning birinchi kitobida Yo'lchi deb bir poema yozgandim. Şu Yo'lchi degan poemada yozganda uni e'lon qilganda xalq yaxshi qarshi oldi. Shundan keyin men yana o'ylandim. 1970-yili bir tasaddufiy bir ahvol bilan men vatanga bir berib qoldim. Borganda shunday bir kerak odam bilan ko'rishib qoldim. Shu odamdan men ba'zi masalalar haqida masala so'raganda men o'ldim. Uni aytishga bo'ladi. Rahimjon Sabirajiyev degan kishini. Sharq Turkiston Cumhuriyatida Ichki ishlar ministri bor. Uni sizmi yaxshi bilasiz, Sabirjon? Shu kishi bilan ko'rishganda o kishi menga qancha bolangiz bor ukam dedi. O vaqtda bolalarim 3'ti. 3 bolam bor desam, 3 bolani hep qo'ysaqli bo'lmaydi. Uning ega bo'lish kerak. Shu bolalaringizga bir yo'lni tepib chiqib ketib, bolalaringizga ega bo'ling. Meni so'raganlarga meni o'lib ketibdi deb qo'yadi. Rahimjon kam o'lib ketibdi deb qo'ying dedi-ku. Shundan keyin tingriqib qolsam, tingriqmang. Bizning bu og'zimiz bir emas 3 qitim ko'ydi dedi. 3 qitim ko'ydi bu og'izda. Buni ko'ydigan Bejindan ko'proq Moskva bo'ldi. Bizning mush halqa qilishimizga Moskva ko'proq sabab bo'lib qoldi. Meni sizga topilganlar shuna da. O Rahimjon kam degan kishi yo'q kadi. O'lib ketibdi deb. Siz 3 bolam bor deysiz, bolamdek odam ekansiz, bir bolalaringizga ega bo'ling.
Bizim muşu günü sağan Bejin bilen Moskva. Biz Bejin bilen Moskva'nın kurbanlığı ayınıp ketken halk deydi. Şundan keyin hoşlaşıp qaytdim. Şu gap meni qattiq o'ylantirdi. Zadi men mo'shundan boshpanalik tilab chiqib, mushu dardimga davo topaman deb umid bilan yuraman. Buning nima qilgani bor ekan deb buni men jiq qaradim-ku, bu jiq izlandi. Bir kuni 1973-yili Uyg'uriston haqida bir qasida yozdim. Qasida degan madihiya-ku endi. Yutumdiga endi boshqa ish qilib beramisan, bir madihiyalab qo'yay deb 1500 misralik qasida yozdim. Uyg'uriston 10 ming yoshlik aqvosh onamsan, sen onamsan, gar bo'lmasa dilda yonamsan. Uyg'uriston kindiq qinim to'kilgan to'proq, sendin kechib yashagandin o'lgan yaxshiroq. Mushundoq boshlandi. 1500 misra. Buni yozib men e'lon qilgandan keyin bir kuni Bishkekdan Purunzi deb qo'ydik. Bishkekdan Abdurim Rahman deb bir aşağıda vatandan chiqqan bir vatandishim kelibdi Olmatuga. Abdug'upur jer tur o'rningdan seni bir odam sen bilan ko'rishaman deydi. Voy kimga u? Qo'roq menga desam, "Ey u kerak odam, sen izlab shuga odam." Senin poemangni o'qib, mushu bola ting'ir qilib qopti. Men poemisini o'qib chiqishim qaragan ting'ir qilib qopti. Mushu bolaga men bir aytadigan gapim bor, mushu bolani ekipagin deb meni avatdi deb Abdurim Rahman degan u yoqda Urumchida shu meditsinada o'qigan bola edi. Bu yoqqa chiqib Bishkekda doktorlik qiladi. O'lib ketdi hozir. Shu og'inam kelib aytgandan keyin o'zi mashinasi bilan kelibdi, mashinasi Bishkekka ketdi. Meni izlagan odam hokim Jabbor o'g'li Yarulla Bekov degan kishi. Endi sizlarga mana yodingizga solay. Siz uchta rivozni bilasiz. Savit doktorxon, Savit bolnisini bilasiz. Gospital. Gospitaldan boshqa Savit doktorxonasi deymiz. Novogorodga. Shuningda bosh vrach bo'lib, bosh doktor bo'lib ishlagan doktor ekan. Shu Yarulla Bekov bosh doktor bo'lib ishlagan. Savit doktorxonasida shuningda bosh vrach bo'lib ishlagan odam ekan. Asli shu odam Savit razvedkasining mashhur Savit razvedchisi bo'lib, uni dastlab kirgizgan. Shu doktorxonaga kelib, shu vrach qilib, shu kirgizgan. Keyin Rahmat efendimlar Mayaqdan kirganda cho'chak orqali kirib, qo'lga tushib ketib, turmada yetib kelib, keyin turmadan chiqib, kelganda endi men nima qilaman? U yoqqa bosam nima qilaman deb Mayaqdan Ahmad efendini kirgizgan vaqtda Ahmad efendi so'raganda, shu Yarulla Bekov bir sening nima ish qilishingni deb berdi debdiki. O Yarulla Bekov shu ekanda. Shuninglar u kishi men mushundaq Savit doktorxona deb anglaganman. Shuningda doktor bo'lib ishlatdim. Etim hokim dadamning ichi Jabbor. Hokim Jabborovich deydi bola, Jabbor o'g'li Yarulla Bekov degan men bo'laman. Men sizning she'ringizni o'qib chiqib, bo'libmi sizning mushu Ahmad apandilarning g'ulg'an bo'lib, g'oyib bo'lib ketgani haqida bir kublet bor shu. Bu ajoyib g'ulg'an bo'ldi-ku g'oyib. Uyg'uriston ziminiga bo'lganlar sohib. Shuningdan men gumon qiladim.
Gulab öldü degenden guman kılar. Hı, hı, O gulab ölse onun teyini kandak keldi. Olcuk kömüldü o. Muşlungu tınır kattım. Şundan keyin men bu aşıdak adamdım, aşıda işleyen şu yerdeki hakim Japarov degan doktorunlar men bolaman. Elaqi puli yo'qlar kasimi davolab qo'yatdim. Haq bek yaxshi ko'ratdi. Shuning bilan men yıldız tatgan u yerga. Men sizga men asli bunu Bishkekda, Qirg'izistonning Issiqko'l bo'yida, Issiqko'lning Alatau tog' bag'ri tarafida taqishib turgan yerda Issiqko'l boshlanadi o'shada. Shu yerda Qorako'l degan shahar bor. Uni bilasiz siz. Bilemem. Ha. Apamның o'sha tug'ilgan opam. Przhevalskiy deb qo'ydi. Ha. Shu Przhevalskiyda tug'ilganman deydi. O'zim asli o yoqda Przhevalskiyda tog'ning kaynida 3 turpan to'g'ri keladi ku. Uyg'uristonning 3 turpani. 3 turpanga yaqin. Qorako'lchi. Aşağıdan chiqqan, o'shada biroq o'shada tug'ilgan. Qorako'lda tug'ilgan. Shu yerda o'qib, keyin doktor bo'lib yetilgan. Keyin mushunda qilsa Uyg'ur bo'lgandan keyin ayada Uyg'urning eli bor. Shu yerda necha million Uyg'ur qonqirib qaqshab yotidi. Shu yerda bir ishqi yara xalqingning bir katmini chop deb meni jiq o'qitib bular tarbiyalab ashaq kirgizgandi. Men shu yerda ishlagan doktor bo'lib deb her qandaq sır bo'lsa 25 yıl bo'ladi. 25 yılgacha men ash sirni eshsam, meni aytibasimi meni haqqim qolmaydi. Men jalb arz qilolmayman. 25 yılgacha aytmasligim kerak. Mana hozir o vaqalar men u yoqqa avatgani o 45-yildagi, 44-yil, 40-yillarning 5 yilda avatgan meni deydi. Şu vaqtlardaki gap 40 desem 30 yılını qo'shsam 70 olurdu. Hazır mana 80 yıllarning oxirilashib qoldi dedi. Meni uchrashgan vaqtimiz shuning to'g'ri keladi. Bu 25 yil o'tib ketdi. Endi sir degan olmaydi. Bunun bitti vaqti, sürügi bitti. Men sana qo'lingda qalaming borka, o'zing jurnalist ekansa, men Uyg'ur bolasi, men bir iymonim bilan berilib ketmagan haqqa. Kommunist bo'lgan dema, iymonim bilan berilib ketmagan. Men sen bilib qilishga tegishli narsani, sen tanqilib hayron bo'lib yurgan narsani men sana deb beray. Bo'libmi sen ko'pincha shu Ahmet Efendining vafoti to'g'riliq ting'iriq qilib qolsa. Qas qildi buningda. Kim qas qildi deb shuningga tan qolsa. Men shuningga men guvoh sifatida men aytib beray. 40 bu ishlar endi o yoqdagi Sovet doktorligini qilib, o Sharq Turkiston Cumhuriyatimi keyin Xitoylar kelib, Xitoylarning o'rislar o'zi shu Uyg'uriston zemini mashina bilan ekib qo'yib, anki chiqib ketgan vaqtlarga. Bir kuni uyimga bir kishi keldi deydi. Bir kishi kelib, mandaq puxroch kiyingan bir kishi kirib, sizni Olmaotada bir general kutyapti. Darhol shu yerga berishingiz kerak dedi. O vaqtda oyoqdan qaytib chiqib Bishkekda yashayotgan-ki. Bishkekda Alamiddin tarafda, Alatau tog' tarafda ashada uylar borka, bir qavatli uy shu edi-ki. Men shu uyga bordim og'aynam bilan.
Muşu öyden mındak darı düşün dedi. Endi biz o ügünüp ketken iş nime gepkine bu dep nime gepti bu dep Almatıga keldim deydi. Hı. Kelsem o başka iş emesken şu vakitte o Ahmet Efendi'le ne aldı da aşağı jığın çakırga vaktikende ilki aşo Beyjing'e atlanıp çıktı Hı. o bula Ağustos Hı. ayının Hı. ahırında Hı. 49. Beydin yılı jığınga çakırdı. Beyjing'deki jığınga beriş üçün Beyjing'e Almatı arkalık uçmakçı var. Almatıga çıktı eken o. Hı. Hı. Almatıga çıkkanda o general Moskvadan kelgen general Hı. Ahmet Efendilerinin Almatıga kelişini bildi degende bildi o anda ular. Hı. Hükümet. Hı. Bildi Bu elbette. derli tercümanlıkka özünün işeşlik adım bolgan Hakim Jabbarovga Bişkek haber berip adam arkalık Hakim Jabbarovni äti müşäge 8 müşäge ekilinglar dep buyurgan. Hı. Şunun bilen amı bilmeydi ve nemi gepke desem etmeydi. Bunun üstüge bizden işte kögel näsini etkin olmaydı. Şuna oylap kelyapman. Hey muşu yoldan sak qaytymanmı qaytmaymanmı dep muşu xiyal bilen keldim dedim. Kelip kelsek o general muşu Kazakistan Devlet Bekirterlik Komitetiga ki şu yerde başlıktan kabinetiga kirip şu yerde kütüp durup dikende. Düşünüp atamsın. Evet. Ha, düşünüyordum. Beni şu yerge geldi dedi. Hı. Ona general çakırıp dike geldim degendikin şundakla açtı çoğumda meclishaneke kiçikrek meclishana endi. Hı. Çoğun zalda. Şundakla kirsem Ahmet Efendi Sahbek, General Sahbek, Abdülkerim Abdülkerim. Abbas, Abbasi. Delil Han Sugurbayev, Elke töt adjutant var, Abdüliştikamla, şular hemmesi var, yani bir Xitay mı var, şular hemmesi oturup dedi. Biz yığılışıp görüşüp kettik dedi. Görüşüp şunda kılıbıda, bunda karısam, yani general onu yaxşı kömedi dedi. Hı. Çakılışıp görüşüp ketkinimiz yaxşı kömedi. Şununla sizin hakim Jabbarov çakırgınımız, bununla şu Beijing'deki Halk Vekiller Kurultayıga, Siyasi Kengeş yığınıga, Cumhur'un elan kılındağın yığınıga Bamak. Uygurustan vekili bu bamakçı. Şunun boladigan söhbet bu. Yığın aldıdık söhbet. Bularning şu yoqqa berish bormasligi musha deyishiladi. Şunaqa tarjimonlik qilishga sizni chaqiritgan debdi. Men o'rnimdan turib, men javobgarman bunga, javobgarlik bilan tarjima qilaman dedim deydi. Shu yerda gapni general o'zi bir oz ichib, sizlar endi aşaqqa mang'inyapsizlar, nima o'ylaringlar bor? Bu siyosiy kengash yig'inida nemini o'tirib qo'ymoqchisizlar, qandaq masalalaringlarni o'tirib qo'ymoqchisizlar? Bir maslahatlashib olsak. Shuning uchun endi u yerda boradigan delegatsiya boshlig'i siz bo'lgan ekan, Ahmad afandim siz oldida o'y fikringizni aytib boqsangiz. Demamdi. Deganki Ahmad afandim asli Ahmad afandimnimi shu generallar kirgizgan ekan. Buning tarixini deb ketaymi yo uzrab ketamdi? Qisqacha deb ketaymi? Mayli qisqacha deysangiz ha. 40-yillarda İlhan Tören'i
40 yılların oturlarında İlhan Törüneyliği boldu. Endi bu vazifesini ötep boldu. Bunu bir kişisi ip çıkıp ketdi o. İlhan Törüne. Bir kişisi Gulcu'dan ip çıkıp ketdi o. Şu Ha, vakit şundaq oldu. Şarkıdan Cumhuriyet'in reisi emas mıydı? Hı. Ip çıkıp ketkendiken orun boşudu. Aşının layık bir adam tepiş gerekken de. Hı. Bundaq adamlarning hammasi mayadimi 37 yil xalq düşmanı olup türmege kirib ketganken, bunu tavallikda. U yoqdimi yo'qaytig'ini yo'qitib bo'lgankan, o'qigan bilimlik odam yo'qkan. Oxir bular Ahmad Efendi'ni sür qilsa, bu Ahmad Efendim o'zi G'uljida, To'g'ri-ko'rikda Nodir degan sozanda odamning bolasi. G'uljida tug'ilgankan. 10-12 yaşlarında dadısı şuydunda dadısı ölüp ketkendiken anısı razılığını verip bunun çoğun dadısı Ömer Kasimi degen adam o vaktidə şu pencimlerden kirip çıkışlar bağ vaxtlameti eken şu adam koşup koygan ki sen dadısın orun çoğun dadısı senin terbiyerinde bozulmuş bala. Dadısın ağrıp yaman boynu kısılıp kaldı ama o kokusu balıktı. Dese oy ben özüm yaxşı göret bunu ben balı kılıp alaydı. Şu Ömer Kam degen adam balısı kılıp pencimge eçkitken onu Kazakistan'dan pencimge. Şey. Bunu Mahinur Kasım bu vakalarini yazdı. Mahinur Kasım'ın eslimisi de babula. Abdülgafur Aka. Bunun için bula. Diğer yetişti okup Ahmetcan Kasım. Kıskartı bitti. Demek bula kırgızgeni adamlık inik. Sevit kırgızga razı bitecek. Çöçek arkalı. Onun paketi bana Ahmet Efendi degen kitapta 5 yılı başlandı. 5 yılı başlandı. Aşı Ahmet Efendi'nin bana yo'çun yoluçu degen birinci bab. Yo'çun yoluçu şu aşı Ahmet Efendi. Bizden bana Guvacı Rita'da bana roman bağ kolumuzda. Şu yak kirgizgende keyin Ahmet Efendi özü tarixni Sago'da tarixni o'qiganken de Uyg'ur tarixini biladigan. Siyasetim yetilgan. Şundaq bir adam kerak bo'lib qolganda bu odamni G'uljida tug'ilgan, mayoqqa chiqqan, Sago'da o'qigan şu Ahmet Efendi'ni izlese Tataristonning Ulpa shahrining turmusida xalq düşmanı olup yatganken. Şu yerga berib senin ma xalq düşmanı degan nimangni ilib o'timiz, gunohingni kechirimiz. Sen o'zingni xalq uchun ishlamsan, ishlayman degan. Unda qo'shib berib ayani mushunda ahvol şu yerda biz qildigan ishni qilib chiqsa deb kirgizgankanda gapni qisqartsam shu. Endi ayada general Sovetning generali Ahmet Efendi'ye sözünü berdi o birinci sözü. Yine birini et. Degende Ahmet Efendi mundaq depdi. Sizler at desanglar atdı. Sizler yat desanglar yatdı. Nima qil desanglar xalq shuni qildi. Nurg'un qirilib ketdi. Bo'libmi Jingda, Manas bo'yida, Shixuda bo'libmi. Nayt nurg'un qon to'kish bo'lib ketdi. Deginimizni qildi, u haqda boshqa gunoh yo'q. Ularning birli o'yi Xitoy bilan yashg'isi yo'q ularning. Xitoydan bo'linib, burunmi Xitoydan bo'linib yashagan azaldan. Azaldan Xitoyning bir qismi emas u. Bir vaqtlarda Uyg'ur xalqoniga O'rxon bo'yidagi vaqtlarda tortib Xitoy seyliq to'lab kun ko'rgan. Bir davlat o'z seyliq to'lamaydi-ku. Şu biqinda el bulup yaşap seylik to'lab turgan. 100 ming tub
İpek şairlarni yetkizib berib, seyliq to'lagan. Ezelden muşunda xalq bu. Fakat yaşıgısı yo'q. Bo'lsa, sizlarda 15 respublika bor Sovet İttifoqida. 16-cı respublika qilib qo'shib olinglar. Ahmet Efendi'nin gapi. Eğer 16-cı respublika qilib qo'shib olsanglar, dünya şu ko'tarib ketadi deb o'ylasanglar, yoki siyosatga to'g'ri kelmasa, uni o'zini mustaqil qilib qo'yinglar. Xalq shuni talab qiladi. Bo'lmasa, uni yana apirib, o yig'inga berib, biz sizlarning bir qisminglar, sizlar bilan birga yashaymiz degan gapni hargiz demaymiz. Men demayman undaq gapni. Muşunun razvedkisi turib, muşunun adım so'raganda berayotgan javobi. Ahmet Efendi Jangjijung bilan Qashqarga borganda, Qashqar xalqi Jangjijungga yavatgan tavuzning shapig'ini otgan. Ko'zga ilmay. Reis to'g'ri o'lkaning reisi Jangjijung. Shu vaqtda Ahmet Efendi muavin reis bo'lgan bitimdan keyin. Muavin reis bo'lgan Ahmet Efendini 5dan ko'targan. Qashqarda. Shu vaqtda uning yurak, uningdimi yes tuyg'u bo'ladi, odamga o'mi. O'zining xalqining arzu armanini, umid, hamma nimasini o ko'rgan. Uning yuragida o'zgarish bo'lgan. E'tiqodidan yongan. Cho'ng o'zgarish bo'lgan. Shunga o qo'rqmay turib, besh ketadigan gapni aytadi degan. Uni mustaqil qilmasak bo'lmaydi. Uni qo'shilib yashaymiz degan gapni men demayman deb aytdi. Ya'ni keyin ustalni bir urib siz bek aşırıvettiniz deb qopig'ini turdi. Saqbekka berdi gapni. Saqbek endi mush Ahmet Efendi aytgandek shundoq bo'ldi. Endi Saqbekmi mana mush Sovetning razvedchisi kirgizgan. Besh qator qilib Janobga kirgizgan. Biroq bara ko'rayli, ashaqqa barayli, bag'ichani maslahatlashayli, bara ko'rayli degan. O yaqindagi mustaqil qilmish bo'lmaydi opa demagan. Dalilxondan so'ragan. Dalilxon Sugurbayevmi? Qozoq kishiga. Mush yerdan aloqasi bor odam. Shu kishimi to'g'ri fikr qilgan. Rostmi ashada mustaqil qilmish bo'lmaydi degan. Abdukarim Abbosov yo'q biz Xitoy Gongchandong bilan, Xitoy kompartiyasi bilan taqdirimizni shunga bog'lab yashashimiz kerak degan. Siz qaraqullukkansiz, o'mi qaraqulluk tuqquni bo'lsangizmi ko'nglingizga ammo Abdukarim men emas. da hali xalq ichidagi gaplarning yiltizi mana shunday yerlar borda. Ayaga borganda Xitoy bilan yashaymiz degan. Uning oldidimi berib Dongboyev bilan biz partiyaga kiramiz degan odam emasmi Abdukarim Abbosov? Uni uzartib ketmaydi. Shundoq gaplarni qilgandan keyin o adyutantlardan so'ragan hatto. Abdushukur Imenovlardan. Ular o'rnidan turib, Ahmet Efendining degan gapini o'z pedagogidek takrorlagan. Qattiq gap qilgan. Qilgandan keyin o general nihoyatda ochig'i kelib, sizlar kimsizlar? Sizlarga bundoq bizga gap qilishni kim qo'ydi? Holinglarga qarab ish tutsanglar bo'lmamdi. Sizlar bizning odamsizlar. Biz qil deganni qilasizlar. Bu gap bilan u yoqqa berishning hojati yo'q. U yoqning sapiri bo'ldi. Mushtan bilan pishsin. Aytsa. Sapar nima samolyotga chiqinglar degan, chiqqan. Aytsa. Bejingga emas samolyot, Moskvaga uçgan. Uning guvochisi. Aytsa samolyot uzun turib ketgan uçmay. Shu vaqtda bir kishi soldat kirib,
Hakim Japarov kim degan? Hakim Japarov bada tercümanlık qilib keladi. Tercüman. Ha. Men deb turganda siz keyingi reys tufchisiz. Siz keyingi samolyot tufchisiz. Deb chamadoningizni elib oling deb og'zi tushib ketgan. Shuniki samolyot uçkan. Samolyot Bejingga emas, Moskvaga uçkan. Ve tushib ketdi degan. Shundaqmi? Endi Irkutskda Baykal ko'liga borganda Irkutskda taqqa urilib shu yerda vafot bo'ldi degan gap Izvestiy gazetiga 2-chislo bilan chiqsa, 4-chislo bilan Pravda gazetiga boshqacha chiqqan. Oldida Turut degan gazetga o'zi ayni chiqqan. Samolyot halokatga uchrab, Sharq Turkiston delegatsiyasi halok bo'ldi degan xabarni atay yozib bergan. Endi buni men keyingi nimaga bog'layman-da, qanday vafot bo'ldi. Moskvaga opirib bu gaplarni hamda Hakim Jappar degan kishi sizga deb berdi, shundaqmi? Bu deb berdi. Endi Hakim Jappar nima deganligini. Tushib qoldim. Men kutib o'tirdim keyingi reysni. Keyin bir ofitser kelib, siz ketavering. Uyingizga ketavering. Kiyev uchadigan bo'ldingiz dedi. Shundan keyin yana bir kuni nima kelibdi? Men xabar kelibdi. Chaqirib Almatıga kelsam, biz chaqirmadik, seni Moskva chaqiryapti dedi. Moskvaga borsam, shu KGBga bordik yak berib, shu davlat bexatarlik komissiyasi. Borsam, u yerdami bo'lim boshlig'i qarshi olibdi buni, shu chaqirtibdi ekan. Berishuvlarla o'rislarning odati bo'yicha arig'ini 2 stakanga to'ldirib qo'yibdi. Qo'yib, yaxshi kelganing uchun ol debdi. Buni olibdi, uni olibdi. Olgandan olmay iloji yo'q-da, oladi-da. Olgandan keyin so'zni boshlab, ikkinchisiga yana azroqdan qo'yib, shu vaqtda ikkinchisi ishmay turgan vaqtda debdi. Ahmet Efendiler shu Bejingga uchib Irkutskga borganda havo tuyuqsiz o'zgarib, Irkutskning teg'iga g'ulab o'lib ketdi. Uning o'ligini mana bir oydan beri izlab, aran tepib keldik. Endi bu Moskvada davatgan gap. Moskvada Ahmet Efendilerden ayrılıp kaldı. Degandan keyin Hakim Japarov qancha qilgan bilan Uyg'urga yig'lab ketibdi-da. Ayrılıp qolganiga chidamay yig'labdi-da. Unutib qolibdi o'zining razvedchikligini. Yig'lab ketibdim. Ustalni birini urib yopdi Ahmet deb og'zini buzib tilladi deydi. Sen nimaga yig'layapsan? Bunun ölgününü anlasa Uygurlarımız tevrep gidiyordu. Hemmisi yığılaydı. Şu Uygurların közleyişini sen berip eğitse. Sen yığılavatsan o. İş mandep, iş güzel. Anikin şunun padıvalının astıda bir hanıga ekiripti, şeyde aşında tömür tömürden yasıgan Tavut, tömürden yasalgan. Eynek, baş tarafıga eynek koyup koyganken. Şunda kılıp bana Mavi Ahmet Efendi. Ayak itini mi yüzüp koyuptu deydi. Ahmet Efendi. Mavi General Sahbek. Ma Delil Khan. Ma Abdülkerim Abbas. Hemmisinin ismini yüzüp. Bana Moşu Tavut az günde Gulcuğu barıdı. Gulcuğu barıdı. Biz ötküzüp berimiz Xitayga. Xitayla apırdı şeyge. Eşede elan kılınğanda xalq yığılaydı. Yığılğanda şuların közleyişini sen eğitişin gerek. Rast şundaq boldu, Irkutskda boldu.
Kang jığılışın gerek. Şu yerde jığıla. Dep etipdi. Sen bugün qaytıp ketip öňge sana haber berildi. Haber berilişinin aldıda bir neçe gün burun aşağı guljudy bolşun gerek. Bu kişi ulanın yüzünü körüptü mü? Kördüm ulanın yüzünü. Toxta, endi Naydi. men gep Yüzü becirim. Ha. Davut öze anda köyge adam şunda rengi Hı. özgürtüdü de bani köstüdü. Men Ahmet Efendi'ni körmen dep Maynur Hanım jığlaptı. Hı. Men körüşüm gerek. Bu tömür sandık aşk. Körüşüm gerek dep turuaptı. Ahmet Efendi'nin Maynur Hanım ya digendi ya demegendi yaman çoğun kitap keme okumudun mu ne? Hı. Ahmet Efendi'nin sol putuda muşu barmak sıkıdek bir yarının izi var ki. Ayal boğan ki bilirdi onu. Hı. Hı. Yarısının izi Hı. bağlı. Hı. Men körümen dep turvaganken Seyfettin efendim ondaq deysiniz bolmaydı. Abdullah Zakirovlar barken, şu vaqtdaki өлkünün yeni reis, yeni muavir reisleri hemmisi barken, Xitaylarmı barken. Bundaq qısınız bolmaydı dese qaqşap özünü yerge urup turvagan eken. İçpiringlar köz körüvaсын depti de. Ahmet efendinikin. Baş tarafını qıptıken put tarafını içpiringlar depti. Ular tınırıqıp içip beripti. Putudan tonuğunu bolmay deydi. Hı. Hı. O Maynur Hanım sılap, ilk sol putunu, ilk oymanını tapamaptı. Hı. Tapamagandan keyin bu Ahmet Efendi emas, men işenmeymen Ahmet Efendi'nin tepiringlar dep şığılaptı. Şığılgan keyin bunu biraz anlaptı da. Oy şu vaqt Ahmet nima Seyfettin Aziz'le onun başka bölümüne ekirip siz nemi qıdawatsız, nemi dep joylawatsız, sarang olup qaldыңızmı? Siz kelgüsünüz oylamamsınız. İşki bala adil bilen adaletini oylamamsınız. Ha? Siz bir iş olup qalsınız kim qaraydı olağa? Siz mandaq ayalsız. Siz biz ayal Şinjan ayallarından başlığı kılımızda qalsaq. Şundaqta bunu aldap saldap ha. Siz nemi qılıwatsız özünüzün kelgüsü özünüz paltı çapmang degendike ayal kişi. Qancha qıgamada ama ras işki balısı var. Ular hemmeni qılıdı. Qılıdığını közü yetti o ana. Közü yetti o. Şundan keyin vay men keyin üzüne içip beranlar depti. Üzüne içip bergende keyin silap qılıp ay canım qerinişim men bilmeptim sen Ahmetcan ken sana. Vay qerinişim seningden ayrılıptım men dep ağız açkan ki. Beşiği ak denip ağız açkan ki. Ana şu işleri üçün endi men onu ayal kişi üçün keçirip etkim keledi. Endi herhalde acizlik hep kaba. Muşunda Hem de çok sıra eşedi. Olmasa o aldı da nim ula emes emdi. Ula emes. O ceset onun emesi. endi yana sırtı. Hı. O emes bu kim o? Hı. Demek ki türmede şu Logankin'inki türmeleri de ciddi cinayet, siyasi cinayetçiler. Hı. O Türkçe o kildiğarak birisini köydürüp kaçılap koyuyordu onda. Hı. Hı. Lekin Kağalarının ölüge şu ölüge. Abdülkerim Hı. şu ölüge. Açsınız mı şu çıkıdı o. Hı. Bana kişinin bana dep bergeni. Onunki çıkmay kalkını Ahmet Efendi'nin öldürmügen. Öldürmügen bu sim kıgan. Siz mervayet nime? Mervayet demine mağbiret. Sonra asli Cungo Gongsandan'ı ne? Ulağa şart koyup Mongoliyani maňa be. Şinjan'ı sana berimen dep kelişim kılganda şunu Mongoliyani taşkı Mongol'dan vaz keçip Şinjan'ı ağan go jankeşi. Şunda ağan şu bitimde. Şu bitimde aşındak bitimde pütülgen aşındak nersiler.
Anandan keyin Gongsandan'a keyin Gomindan'dan yüz örüp Gongsandan askerini çapsanırak ekilip aşağı tıkıp Şinjan'ı başkası egallab elishdan oldida shuni ekilish uchun Gongsandan'ın askerini sharq shimoldagi askerini Şinjan'ın chegarasiga mashina bilan to'shigan Ruslar shuni o'ddiga ilib to'shib bergan ekan. Bu Şinjan'a kirganda aşağıdan piyoda kelib emas ular. Moşum kendi mashina bilan ta'minlab Şinjan'ın chegarasigacha to'shib ekib bergan Ruslar. Bular apaq-sapaq bo'lib ketdi-ku. Yani badi, yani. Ular Şinjan Wangmin, general Wangmin kirganda biz azad qilib ketamiz deb aytdi. Mana general Zunun Teyiplar, Marg'ub Avzilar, generallar şu, Xitoy generallari, Xitoy to'nigan generallar. Shularning aytib berishicha kirib chiqib ketamiz degan Wangmin deydi. Nima Wangjin degan Xitoy generali. Kirib şu viloyat azad, 7 viloyatni azad qilib berib chiqib ketamiz degan. Uning o'rniga askarlarni qisqartdi. Askarlarni taritib etdi. 5-korpusni yo'qotdi. Mushdoq qilib o armiyani qo'ymadi dedi. Armiyani qo'ymadi dedi. Shundoq paytda avvalqindek Sovet Kommunistik Partiyasi bilan Jungo Kommunistik Partiyasi apaq-chapaq do'st bo'lgan paytda Mao Zedongning KGB'si bor-ku. Davlat bexatarlik komiteti bor-ku Anchanchuy. Shu Anchanchuyning iltimosi Sovetniki Beriyaga yozilgan, xat yozilgan ekan. Sizlar bizning anglashimizcha Ahmad apandilarda boshqacha fikr o'y bor ekan. Bu yerga kelib yig'inni qalaymaqon qiladigan turi bor. Sizlar yaxshiroq bir so'rab beqib, yig'in so'zlaydigan so'zni anglab beqib, anaqqa avatasizlar. Agar biz o'ylagandek boshqacha o'y bo'lsa, uning kelgandan kamigini yaxshi. O'zinglar bir taraf qilib bersanglar, biz xizmatinglarda bo'lamiz deb iltimos qilgan. Davlatning bexatarlik komiteti Sovet ittifoqining shundoq bexatarlik komitetidan Beriyaga qaratib, shundoq xat sunganka, iltimosnoma sunganka. Buni nereden bildingizlar? Buni men bilan 40 yil birga ishlagan. Siz bilasiz, vatanda dastlabki Uyg'ur uyushmasi qurilganda uyushma boshliqlari bo'lib yurgan bir kishi bor-da. Shuning bolasi va Yodikar degan shu O'rischa bizning gazetda bizga tarjimon bo'lib ishlab yurgan uzun vaqt, yaxshi tarjima. Shu o'ris gazetlarini olib qo'ymay o'qiydigan. Bir kuni Abdug'ofurka deydi, makala. Monda bir yangilik bor qarang. Ahmad apandilarni o'ldirib bir taraf qilib berishni buni Sovet Kompartiyasidan Jungo Kompartiyasi iltimos qilib so'ragan ekan. Mana shu xaytaning kopiyasi mana deb o'rischaga beribdi-da. Mayada o'qiganni menga u bola Yodikar Sobitov degan. Bana aytib berdi. Gap mayadi ekan-ku dedi. Gap mayadi ekan-ku dedi. Mana endi men nima uchun uningdiki ya'ni shu bola aytdi. Abdug'ofurka nima? U boladan ashuni angladim. Keyin sizga acaba siz bilasiz bizning mana mashhur Ro'yi anamiz deb biz hisoblaydigan Rabia Qodirning yo'ldoshi bor. Sizga acaba. Uni haq nima deb to'nsa, o ching pishiq to'g'mi vatanparvar odam. Uning leksiyasini kunda anglayman men. Sizga acining leksiyasini anglamagan kuni uxlamayman. Sizlar va boshqalar nima deb qarasa, haqiqiy to'g'mi vatanparvar odam. Aşağıdaki davanın beşi şu var. Amerika'daki davanın.
100 bet hükümetke tapşırılgan davanın biçi şu ba. Biz gula onunla. Onu bir taşlandık adam emas. Kandak her xil geplerini anlap jürümen. Ben o gepler koşulmayman. Şu Sıdık Hacı'nın leksiyası da yakında anlap kaldım. Şu Tavut Moskvadan kelip, bunu çigara arkalı Xitayga tapşırılgan vaqtda Ahmet Efendilerinin Tavut üçün şu tapşırılgan günü Ahmet Efendi'nin özünü Sovet şu KGB'si Ahmet Efendi'nin özünü poyuzuyla nemige apırıp Xilongjan arkalı Jungo Gongchan Dağı'nın Enchen Çü'nün nemisige toluğu ötküzüp verdik. Ahmet Efendi'nin tirik beydi. Tirik beydi. Ahmet Efendi'ni ayada o Ahmet Efendi emes degenini şu ispatlaydı. Sıdık Hacı'nın bir dekalatıda o neyge asaslanıp etti, o asassız yampışık uruplu gep tapadığı adam emas. Muşuk haberini etkanlıkken dep hem işma aşkar. Mana endi men Pakistan'a çıkıp gitmey, yani Afganistan'a çıkıp gitmey, mayak çıkınımga ancak hoşu gitmeyliğe yerim. Ben izilgen elinin başpanası diye el'nin sesigini ben kulcuğu 70. yıl bağanda Sabir Acip, Rahimcan Sabir Acip akamdan anlagan. Bizning muşalığı kelişimizge Moskva bilen Bejin'in kolu baş, biz şularning qurboniga aylangan xalq deydik o. Şu vaqtda bana Allah'ım kongan. Dep. Men izilgen elning başpanası degan el meni tutup 45. yılı Yalta'daki kelişim boyunca şu Yalta'da okup saldıgan sandık sip bolgan kim. Baxtımızda okup etken. Men şulardan ümit kütüp müşek çıkıptım. Adam degen singlim Hamsut emgen batır nima bende boladi ekan. Men de madam mukşunda yengil. Bu mening nurg'un qarindoshlarımda mushu yengilish bo'ldi. Biz mushunda yengildik. Endi tarih bilmegenligimizden, şu düşmanımızın tanımag'imizdan düşmanni do'st bilib oldik. Do'stni düşman bilib ketdik. Saddaqalik. Hozir düşmanimiz birla. Atı düşmanimiz Xitoy tursa, ikkimizning düşman izlab bir-birimizni düşman qilib ketib mushkunda shunda saytlik qilyapmiz. Etimiz Uyg'urti, uyushqoqdiq, chechilib ketib boramiz. Mushu ishlarni ichimizdan bunu sotqin, bunu xoin degan gaplarni to'xtatish kerak. O Dolqun Aysallarga o'tganda Ömer Kanatlarga dünya xalqaro tanilib demokratik harakat, shu yurgizayotgan harakatni tanilib shularni birnima topshirdi-ku, qo'liga bir hujjat berdi-ku, mukofotladi-ku shularni. Ularning razvedkasi ya demokratiyaga qo'shgan hassasi uchun mukofotladi-ku. Dunyo Amerikada mukofotladi-ku. Shu demokratiyaga hassasi qo'shgani uchun Umar qanot qilib berdi. Shularni bekor bermadi. Shuni dunyo tan og'ash qilib berdi. Endi hozircha burungi uni Rabia xonim xalqaralashtirgan uni. Men guvochi unga. Uni bizda bir inqilobchi bo'lgan Mamtimin Bug'ra degan. Ko'pchilik tan oladi. Men mi tan olaman? Qaga Aysabek bundaqlar aralashib ketib qolgan. Lekin bizning davoni chiqdi o Turkiyaga. Men degan erlar xalqaralashtirilmaganda Rabia xonim bütün boyligini tashlab etib chiqib, shuning yo'lida menib bizga onalikqa yarab, bizni otiliqqa yaradi o'sha ayol. Tunutdi dunyoga, xalqaralashtirdi. Endi
Kim yaman? Hazır anlayman, künde anlayman. Rabia Hanım yaman. Nemesi yaman ona? Balı çakısından ayrılıp gitti. Bütün oy pul yep gitti. O pulunda dümküşke ayal olsa de 4 qavat binasını taşlap verip çıkmaydı o. Yani adam dige yemisi öğretulgun olmaydı. Yani gap tepip aşındak biz üçün hemmini unutup yürüvatkan ayalını birisini satkan birini hain deyişke kandak tilimiz berip herhalde oylaylı. Yaman Anda hazır da Abdug'braka mındaq bizden anda Uygurlarınki tarixine ait açık bir tarix. Siz mi bugün faciadan başlap onundan keyin bizning Milli İnqilabnınki rəhbəri bolup naiti çoğ qələbələrini qol keltiratqan bir kişinin qandaq qılıp Ruslar bilen Xitayninki til biriktirişi bilen suiqasga uçurganlygyny dep ötüp ketdiniz. Bunun içinde yana başka rəhbərlermi bar. Bular texi eniq bolmady endi bizning tariximizde düşmanimizni tanımay kelişimiz, nadanlıkta kelişimiz, bir-birimizle nait hepilişip ketişimiz, sırttan düşmanning kirip vatnimizni qalayamqan qilishi, qolga tushirib elishi, Ahmetcan Qasimoga o'xshash kishilarninki Ilhan Törenimi şu Sovetde, şu tarafda çoğunluğan, okugan kişi endi. Muşuna o'xshash adamlarni yetishtirmay kelishimiz bir mezgil. Sovetlarga beqin bo'lib kelishimizningmi shundan o'tirib chiqdi. Endi biz o'z xalqimizni shunday yetishtiramadik. Chunki uzun yil nemadan uzoq qoldik, bilimdan, o'qitishdan uzoq qoldik. Ondan keyin endi uyg'unib 20 asrning 5-ida 33-yil bir inqilob qildik. Ondan keyin 44-yillar kelganda yana bir qitim xalq qo'zg'alib yana bir mustaqil bir vatan qurishga tirishdi. Ama bulardan qaraydigan bo'lsak, hamda o'zimizningki mayli birinchi jumhuriyat bo'lsin, mayli ikkinchi jumhuriyat bo'lsin, vatanning bir bütünlüğünü toza tushunib ketamaslik, yana da deyman, dushmanimizni toza bilib ketamaslik, o'zimizning xalqimizning orzusini toza qondiramaslik, rayon shuni mustaqil qilishga tirishish masalan. Shundaq ba'zi xatolar bor ekan. Bu tarixga baha berish hamda uzun vaqtni talab qildi ekan. Bizning beshimizning nurg'un fojialar o'tib ketdi. Hamda keyingi vaqt qaraydigan bo'lsak, haqiqatan Rabia Qadir xonim Uyg'ur masalasini dunyoviylashtirishda cho'ng töhfalarni qo'shdi. Ondan keyin hamda yoshlar o'tirg'i chiqdi. Bu iliqi kuch ulab yugurash degan bir gapimiz bor bizningki. Kuch ulab yugurash kerak. Kuchimizni ulashimiz kerak. Birisini butunlay yo'q chiqarib, onun qilgan yaxshiliklarini butunlay o'tkazgan bir ishga odam degan xams emgan narsa ekan dedingiz, abiyam. Shunga o'xshash ba'zi bir xatoliklar yoki ba'zi bir to'g'ri bo'lmagan ishlarni qilib qo'yish bilan bir odamni butunlay yo'q chiqarib o'tish. Undan keyin kelganlarning butunlay yo'lini to'sab, sen emas buni ma qilish kerak, a qilish kerak degan o'xshash narsalar bilan biz o'zimizni yana hozirmi bir-birimiz bilan shu ittifoqsizlik, e'tirof qilmaslik, kuchni bir yerga to'playamaslik shunday qilyapti. Mana 2-3 kunning yoqi kampdagi rasmlar o'tirg'i chiqdi-da. Endi bizning 2883 qarindishimizning rasmini tunji qitim qo'lga tushiribdi. Milyonlarcha bizning qarindishimiz hozir o'lyapti, o'ltirilyapti, organlar setilyapti. Bizning vatanimizning hamma narsasini setib yani toymay Xitay endi bizning xalqimizning organlarini setyapti. Bular endi bir millatning beshiga keladigan eng qattiq fojia. Endi buningdanmi biz yani odam bo'lmay, u uni qildi, bu buni qildi deb bir yerga birlashamasdan, yaxshi fikrlarimizni o'rtoqlashmasdan, vatanni qandoq ozod qilamiz, qandoq yorug' kunlarga chiqamiz demay, yana shundoq chechilib, guruh bo'lib yursak, Xudoyim beshimizga bu balolardanmi og'ir balolarni beradi. Bizning niyetimizga qarab turib Allah bizga balo beryapti. Bizning niyetimiz to'g'ri bo'lgan bo'lsa, bugunlarda biz mustaqil chiroyli yashab ketgan bo'lardik. Bir kafirning qo'lida qilish gunoh, bir kafirning qo'lida qolgan odam hajga berishga bo'lmaydi deb yozib aytgan Qur'onda. Biz bu o'zimizningki buni uqmay, buni tushunmay, biz buni tushunmay, xurofotlik yani boshqa hamma narsa dinda beryapmiz biz. Shunda ahvolda qoptimiz biz. Hamma narsamiz chala.
ne to'g'ri. pende, ne dinde biz bütün bolamaptımız. Şunun bilen nurgun yıllar mana şundaq O'qimagandan sarsançılık tashlab kaptımız. o'qimagandan Niyetimizni qarab turib beripdi. Bunu ayetlerdi dep ötüp ketkenke niyetini qarab turib men sana berimen dep. Bizning niyetimiz hazırmı to'g'ri bo'lmayotdi. Hazırmı biz gruplarga aylanıp ketdik. Hazır bizning bu birbirimizni birim deydigan vaqtimiz bo'lmasligi kerak. Biz bütün küçümüzni, düşmanimizni hazır tonib yetmegen bolsak, eğer bütün küçümüzni qartadigan düşmanimizning kim ekanligini tonib yetmegen bolsak, bu milletni endi nima desak bo'ladi, nima desak bo'ldi. Shuning uchun ham bek echinishli har bir shunday programlar nayt muhim gaplarni qildingiz siz. Sizga deb bergan bu Hakim Jabbor degan kishininki ko'ganlari, Ahmadjon Qosimovninki o yig'inda dadillik bilan o'ttirg'i chiqib, vatanni ya mustaqil qilamiz yoki hozir sizlarning qo'linglar turib turaylik deyishi hamda Uyg'ur uchun bir qutulishgandiq, bir qutulishgandiq. Bunu mushuni deb berishi hamda nayt cho'ng bir haqiqatni dedingiz. Sizga ko'p rahmat aytaman. Ahmadjon Qosimi hamda nima Rossiya abiyam deb ketganga o'xshash uzun yillar biz o'zimizning generallarimizni, o'zimizning ilm insonlarimizni yetishtiramaganligimiz uchun, xurofotlik patqaga necha yuz yil ketib ketganligimiz uchun Manjumi kelib bo'zaq qildi bizni, Mo'ng'ul bo'zaq qildi, boshda Manju bo'zaq qildi. Onun keyin mana Xitoyning qo'lida qilib, butunlay yo'qolib ketish girdobiga kelib qoldik. Ahmadjon Qosimi vijdonliq, aqlliq odam bo'lg'achqa, u yerda mo'yliqi, millatchi bir odam bo'lg'achqa turmaga tashlangan. Bulardan buni qo'llandi endi. Bunga o'xshash odamlarni qo'llanib Xitoyga qarshi o'zininki xohlagan Xitoyning talab qilgan narsani qo'lga keltirish uchun Ruslar qo'llandi. Lekin bu kishilar haqiqatan men ishonaman Ahmadjon Qosimovga va bu milliy inqilobni barpo qilgan bu odamlar haqiqatan keyingi vaqtlarda o'zining millat uchun jonini fido qildi. O'zining millat uchun jonini fido qildi. Echinishli hamda tariximizdan qaraydigan bo'lsak, ammo bir haqiqatning echilishi 29 may fojiasiniki bugun o'ttirib qo'yilishi, qandoq qilingan, qandoq jarayon, qandoq boshlangan, undan keyin nima ishlar bo'ldi, bu haqda nihoyat yaxshi ma'lumotlarni berdingiz. Sizga ko'p rahmat aytaman. Yana qilib qolgan gaplaringiz bo'lsa alay. Merhamet. Sizning aytgan so'zlaringizga yüz qo'shilaman. Aqlli ayolkansiz. Shunda o'rinliq qo'ydingiz, meni ko'nglimdagini aytdingiz. Ayshnaqa birozli qo'shim chiqib qo'yay. Shunga Ahmad apandimni mening bir yaqin og'aynam Rahimjon Ro'ziyev degan yaxshi vatanparvar bir shoir og'aynam bor, marhum o'lib ketib qoldi. Şu roman yazdı ahırda. Kişenlengen kalıplardı. Şunun da Satqun degan gaplarni qilib qo'ydi. Qilib qo'yganda, o o'lib Satqun bo'lsa tirik qoladi o. Shu setilmagani uchun o'lib ketdi o. Izdireksi yo'qolib ketdi. Bu shundoq bo'ldi. Endi o'limi bilanmi o'zini nemisini oshkor qilamidimi sana? Unda qilma adash. Bana ba'zilar uni qayerdan o'qidiki o'qib, sen o besilmay turib haqlar qo'l yozmasi o'qiganmi? Ahmad apandi uni himoya qilib, ba'zilar menga telefon qilganlar bo'ldi. Biz og'aynangni to'xtatsang to'xtat, bo'lmasa uni o'ltirib o'timiz deganlar bo'ldi. Men bu gaplargacha dedim, adash sen yaxshi qalamda. Shundoq yaxshi. Bunun bir isli var, boynunu bağlayan işte oğu yaramaptı diyen makalını aytdı, değil mi? Boynu bağlayan işte oğu yaramaptı diyen. Birisi bağlanıp kaldı mı? Oğu yaramaydı. Rast bağlanğını rast. Yerden çünkü halkını azat kılıp ma günahından keçimizde kirgizdi. Lekin bu Qashqarga bağlandı halkının mehri şapkatını görüp özgerdi onun yüreği. Unutib qoldi o. Oldida turgan generalligini unutib kelib, mustaqil bo'lmasa bo'lmaydi degan gapni daldi. Endi moshining o'zi shuning kimligini aqlab turmamdi. Elvat jinim adash desa ma'qul dedi, keyin o'zi og'rib ketib qoldi. Shu peti nashr ketib qoldi. Ashningda Satqin degan gap bilan ketdi. Lekin bu Ahmad apandiga unda Satqin, xoin degan gaplar hergiz ketmaydi.
Gipim ba deb davasak bo'lmaydi. Shuning o'xshashlar buni fursat bizga 100 yilda bir kelyotidi mag'firat. Mush keldi hozir payt. Mush kuni birlashib ashuni ilib olsak, ilib olamiz. Mush fursat. Buni qo'ldan chiqarib qo'ysak, sizningki qandaqki bilmayman. Bizning bola chaqalarimiz endi cho'ng'ilib, o siz bilan biz qilgan dardni, davoni qilib, uningga ko'zim yetmaydi. Ishonmayman. Ya'ni 100 yil keyniga so'rilib ketadi. Ma bizdagi danishmanlar ko'payib ketdi, o'qimagan, savodsiz danishmanlar ko'payib ketdi. Hammasi men bilaman bo'lib ketdi. Manli deb chiqdi. Eng olmaganda biz deb so'zni so'nmamdi shular. Men uni qildim, men og'ziga kelganda ayollarning og'zidan chiqqanini bir-birini tillayotganini Xitoyni tillaganmiz, Xitoy qechib chiqar edi ichidimi shunchalik. Shunda og'zimizni tillab. Shu parvar ayollar, shu qanda ayol ayollik nemisiga sinat keltirdiğim şu işler. İsmini atımay turay. Gipim bada bunun çıkıp devermeyli. Birbirimizdekini kola vermeyli. Kola ve kolagan sıra ses çıkmayın emi çıkıdı. Onundan azat boğuça ma birikip birleşip durup azatlıkını ep boğandan keyin birinci kıldığı işimiz şu satqıllarını qattiq qo'lliq bilan ichi og'ritmay turib itib tashlab etish kerak, tozalab etish kerak. Jamiyatda endi ana vatanning yuzini qilib birikib turib azat bo'lib olayli. Bizda azat qilishga yordam qildi qalam qanday haqoy bu sarangmi demamdi. Bütün gücümüzü birli düşmenge qartışımız gerek. Bütün gücümüzü birli niyet, birli maqsadda sarf qilishimiz kerak. Şu chaqda onunki natijega erishishimiz mumkin. Sizga ko'p rahmat aytaman. Bugun ekran oldidagi qarindoshlarimga ko'p rahmat. Bugun biz yani peshqadam shoirimiz, jurnalist, inqilobchilarimizdan birisini programımızda Uyg'urlar haqidagi haqiqatlarni, tarixdagi ba'zi haqiqatlarni so'zlab berishga taklif qildik va nihoyatda foydali suhbat bo'lgandi deb o'ylayman. Vaqt munosabati bilan hozir 2 soatga yaqinlab qelyapmiz. Endi bana 5 minut vaqt bering, bir iltimosim bor sizdan. Ma'qul, marhamat. Siz yaratgan fursatni yaratib berganingizdan foydalanib, men xalqimga bir murojaatnomam bor, shuni o'qib beray. Ma'qul. Murojaatnoma. La ilahe illallah desem, kimligimni bilgansan Xudo, bilib turib meni vatandan bu qilg'ining nemasi juda. Mening bovam Oğuzxon edi. Yer yüzüge u Hakan edi. Peshonamning sho'rliq bo'lishi bovam qo'li balki qon edi. Balki qonliq jangu jidalda o'tgan chig'i bira xatolik, ishtinining ig'i beg'i yo'q. Bo'lanmidi Xitoy xatolik. Naqshi sazning onasi muqam, Mana miras ecdatlarımdan, eğer elgi igi bolmasak, uyalmamdık evlatlarımdan. El Parabi Yusuf Mahmudla, mana 1000 yıl bovu turuqluq, biravlarga qul bop yaşasam, undan artıq bolamdı xorluq. Ya Allah'a ahim yetmese, ya gam g'ussi baştan ketmese, Qerindaşdan ançı vapa yok. Allah özü azat etmese. El qatarı yarattı Allah. Tan yaşalmay undun köramdık. Cahan kezip divanı bulup xalqtin tanlık tilab juramdık. Bəsən yeymen, ursan ölümen, dep yaşamdı erkek kişimi. Ecdatlarının ruyu urmamdı. Tiz pükmeklik erinin işimi. He digende mertla hu dise, baştın keter idi dedise, men bir ettim men cinim bulsa, hemmisini vatan be dise. Kök böğrünün
tuğun kötəsək, bizge bakar bakmıgan zaman azatlıqның aşkıçı küreş, oyğanmısak kalmayımız aman. Oyğanmasın yeni yatamsan, erkillikке canlıq zar kılıp, yaşıgandın ölgen yakşığı, aziz canlıq hakkı har kılıp. Oyğan Uygur, ger oyğanmısan cungarlada kökap gitimiz. Oyğan Uygur, ger oyğanmısak, muddağı qandaq yetimiz. Tilegengi kemmes azatlık, sorağanğı bəməydi onu, özən üçün öl cistim degen uluq söz ba, unutma şunu. Rəhmət sizlər. Köp rəhmət. Nəydi, yaxşı yazıbsınız şeirini. Jürək sözləriniz, həmimizin jürək sözümüz. Bunun deyken hem de oyğanmay uxlap yazsaq, yoqap ketimiz əmdi. Uyğur dek bir milletninki əmdi. Bunca bala balayı, afetini körüp durup, yani oyğanmay, yani özünü oylap yaşşı. İnsanlık doğru gelmeydi. İnsanlıkka vicdanı doğru gelmeydi. Bir uyat yeri məğbirət. Muşunu 100 yıl burun Abdülxalıq Uyğur aşın oyğan dep yazğandı. 100 yıl ki meyiz vatime. Endi yani oyğanmay birbirimiz yaman deyip kovalaversak, yani 100 yıldınki yani birisi yazıyordu. Yazdığı adımız kalamı, yani 100 yıldınkin. Yazdığın adımız kalamı. Bunu biz berip koysak azatlıkını koldan berip koyumuz. Bunu sen beşimiz çaykap yaşaylı. Şundak vakit mi olsan? Ben kıyırındaşlarımda yalvarıp sorayım ben. Ana vatan Uyguristan'ın hürmeti için bir kelimiz. Kalga işini keyin koyup koyayım. Rahmet sizlerge. Xudayım bersi bu sizin çakırınızga kulak salımız dep oylayım. Qadirli körülmenler, Uygurlar kamplarga, türmüleri toldurulup, öldürülüp atkan, vetinimiz ve baylığımız bulan talan kılınıp atkan bugünkü günde ötmüşümüzni, geçmişimizni bilişimiz ve kabih düşmanı tonuşumuz, bunun için düşman bilen küreş kılış ve mutlak galibiyete erişti bek mühim. Biraz muş mezmunlardan söz kıldık. Onun için ittifaklık, uyuşuş bunun da mühim. Çünkü güç birlikte, iş ömlükte. Şuna bugünkü bu programımızda Abdülgafur Akın'ın bu ahırda bu müracaatnamesini anlap oylanışınlarını oylanıvatqanlar ba bence halk için qandaq qılımız əmdi Uyğur xalq üçün qandaq qılımız, vətən üçün nimələrni qılımız dep can fidalıq bilan qılıvatqanlar az. Ama yeni bir türkümlerimiz tekçe oyğanmay özününki işi bilen məşğul bulup jürüvatıdı. Həmimizin əmdi bir yaqıdan baş çıxırış, bir yandan kol çıxırış vaxtı geldi ve ötüp getivatıdı. Mən Abdülgafur Akıga salametlik, uzun ömür tileyme, onun aile tavabatları, hatırcamlık tileyme. Bugünkü programımız bu şeyde ahırlaştı. Kiler programda görüşkice. Həmminla aman bolunlar, Allah amanet bolunlar. Maqul, xoş. Rahmet, mən rəhmət eydim.